yo'qdan yozsan, şaberini ham, bolalarni ham sudlantiramiz deb, mana rahmatulloh G'appar boshchiligida bu o'yinlar ketyapti. Hurmat Shavkat Miromonov. Sog'liqni saqlash vaziri. Sizga men bir narsani bugun murojaat qilib aytmoqchiman. Masalan, sutkamiz 24 soat bo'lsa, Doniyor va Madinani 25 soat ishladi qilib, hujjatlashtirib, qalbaqlashtirib, men bunga maosh to'lab o'tiribdi. Mana men hozir garantiya berib aytaman, Qumqo'rg'on tumanida 100 ta hamshira, mana kollej tugatgan hamshira ishsiz. Boradi bechara qo'shnisidan oylik qarz olib, boradi komissiya bor, komissiyadan o'tsang ishga qabul qilinmasdan deb bechoralar chaqirib, arzimagan bir savol berib qaytarib yuboryapti. Bu kishi 2 shtatga oylik olib o'tiribdi. Buni bir qonuniy chora ko'ring, hurmatli vazir. Siz bular gapiga ishonmang, mana o rahmatulloh normo'mchorlarni ko'tiga tepib bering oldingizga borsa. Bularni yo bir telefon qildirsa, bayna Muxtar degani bor. 20 milliard pulni o'zlashtirib ketdi, sudlanmaydi. Yana buni qishloq xo'jalik vaziri pipostab, olib borib qishloq vazirligiga, qishloq xo'jalik vazirligiga ishga joylashtirib qo'yibdi. Bu nima degan gap? Bu soyuz davrida jinoyatchilar umuman ishga olinmas edi. Hurmat Shavkat Miromonovich. Mana sud masalasida ham O'zbekistonda juda katta xato kamchilik bo'layapti. Bu nima degan gap? Birinchi 10 yilga saylan, keyin umrbod saylan. Umrbod saylab bu kimga kerak? Kelayotgan kadrlar nima bo'ladi? Jinoyatchilarni ushlab o'tiribdi sudda. Masalan, Ro'ziqulovlar kimga kerak? Eng krupniy jinoyatchi bo'l. Mana ko'ryapsiz, uyushma tashkil qilib, menga nisbatan nima ishlar qilib o'tiribdi bu. Men hozir hamma tomonga murojaat qildim, xudo xolasa, bugun bo'lmasa ertaga murojaatim ko'riladi. Shavkat Miromonovich. Bularni zudlik bilan qamoqqa olsangiz, mana hozirgi kunda O'zbekistonimiz eshituvimga qaraganda 68 milliard dollar qarzimiz bor ekan chet eldan. Mana shuni yopsa bo'ladi, shular jinoyatchilarni qamab, oyog'idan osmonga osib, pulni qayoq qilding deb mana qarzni yopsak bo'ladi. Bular tiri ekan, bizni Qumqo'rg'onda masalan hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Hokimni ham qo'rqitadi bu normo'mchori, boshqa qiladi. Xalq ishtini joylashtirib olgan hamma yerda normo'mchorning qarindoshi, rahmatulloh G'apparning qarindoshi. Mana bir rahmatullohning bir amaki singlisi Salimaxon. Ana bir odamni o'ltirib yuborib, hurmatli Turdimov viloyat hokimi edi, uning ustidan ish qo'zg'at qama deb edi. Bunga o'yin kuyurlar kelishib olib, o'rnin tog'ib o'tiribdi jinoyatchiga. Ko'ryapsizmi?